Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuning ushbu hadislariga quloq tutamiz. Buni Imom At-Tirmizi, Imom An-Nasoiy rivoyat qilganlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza kana awwala laylatin min Ramadan, suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulliqat abwab an-nar wa lam yufattah minha bab wa futtihat abwab al-jannah wa lam yughallaq minha bab wa nada munadin ya baghi al-khayr fa'aqbil wa lillahi utaqa wa dhalika kull layla." Allohu akbar. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: Ramazonning avvalgi kechasi kelsa, mana shu kecha, shom namozidan keyin boshlanadigan kecha, bir necha soatlardan keyin boshlanadigan kecha, Ramazonning avvalgi kechasi kelsa, shaytonlar zanjirband qilinadi. Eng dahshatlarini ham marada deydi ularni. Ya'ni bo'yinida ip turmaydigan, shoxida zanjir turmaydiganlarni ham Alloh nima qiladi? Zanjirband qiladi. Do'zax eshiklarini Alloh yopadi. Biror yopilmagan eshik qolmaydi. Do'zaxning hamma eshiklarini Alloh yopadi. Jannat eshiklarini Alloh ochadi. Ochilmagan jannat eshigi qolmaydi. Har tongda, har saboh farishtalar nido qiladi: "Ey xayrixohlar, g'ayrat qilinglar. Ey savob umidda yurganlar, g'ayrat qilinglar." Har tunda, nafaqat Laylatul Qadr, nafaqat oxirgi tun, Ramazonning oxirgi 10 kunligi, har tunda Alloh millionlarni otashi do'zaxdan xalos qiladi. Har tunda, shu tundan boshlanadi. Kim biladi taqdirimizga nima yozilgan? Alloh latifun bi ibadi. Bandani o'zi yomon. Taqdirimizga nima yozilganini kim bilamiz? O'tgan ajdodlarimiz bor, o'tgan ota-onalarimiz bor, o'tgan qavmlarimiz borki, bizni zimmamizga bugun biz tirikmiz, ularni duo qilish bugun bizni zimmamizga. Payg'ambar alayhissalom aytadilar-ki, Alloh taolo har tunda otashi do'zaxdan ozod qiladigan bandalari bor deydilar. Hadisi sharifni olimlar aytadilar. Arab tilini biladiganlar buni tushunadi. Suffidat, ghulliqat, futtihat. Suffidat ash-shayatin. Suffida degani qattiq zanjirband qiladi. Asli safada zanjirband qilmoq, bu yerga mubolag'a siyg'asi. Albatta zanjirband qiladi. Zanjirband qilinmay qolmaydi biron shayton. Jahannam eshiklari g'ulliqat, yopiladi, qattiq yopiladi. Hatto tuynuk ham qolmaydi. Jannat eshiklari futtihat, lang ochiladi. Ochilmagan jannat eshigi qolmaydi. Uni ustiga farishtalar bizni duo qiladi: "Ya baghiyal khayri faqbil." Ey xayruxoh, g'ayrat qilgin, harakat qilgin, ro'zani tutgin, saxovatni qilgin, yomonlikdan tiyilgin. Bu oy sening fursating, bu oy sening imkoniyating deb turadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom mana shunga erishganlarga aytadilar-ki, har tunda Alloh bir necha millionlarni otashi do'zaxdan xalos qiladi deb Hazrat Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar. Inshaalloh muborak mavsum. Abdulloh Qodiriy aytganlaridek, yomg'ir yog'ganda ko'zasini suvga to'ldira olmagan, undan keyin to'ldira olmaydi. Xayrli mavsum keldi. Barakotli mavsum keldi. Kelganda ham ajoyib bir fursatga keldi. Kunlar salqin, tunlar uzun. G'ayrat qilaylik.